Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda buyurtmalar bilan ishlashni batafsil o'rganamiz. Bunda dastlab biror stolga kirib zakaz beriladi. Agar ularda qaysi birining modifikatorlari bo'lsa, mijoz xohishiga qarab ular belgilanadi. Masalan, mijoz sabzisiz osh buyurtma qildi. Biz esa unga quyidagi tartibda modifikatorni qo'shamiz. Dastlab berilgan zakazning ustiga sichqonchaning chap tugmasi 2 marta bosiladi. Va bu yerdan kerakli modifikator belgilab olinadi. Bunda har qancha modifikatorlar belgilangan taqdirda ham taomning narxi o'zgarmaydi. So'ngra print bosiladi. Va bundan so'ng saqlanish tugmasi bosiladi. Va shu zahoti sexdagi printerdan mana bu ko'rinishda chek chiqadi. Agar qandaydir sabablarga ko'ra zakaz berilib, saqlanib qilingan taomning miqdori o'zgartirilishi kerak bo'lsa yoki bu taom admin qilinishi kerak bo'lsa, dastlab shu taom belgilab olinadi hamda pastdagi redaktirovat tugmasi bosiladi. Bu yerdan o'zgartirilishi kerak bo'lgan miqdor kiritiladi. Taomni admin qilish uchun miqdor 0 ga tenglashtiriladi. So'ngra saqlanish tugmasi bosiladi va bunda admin qilingan zakaz bo'yicha sexdagi printerdan shu zahoti chek chiqadi. Mijoz tayyor bo'lgan zakazni olib, ma'lum vaqt o'tgach umumiy hisob qancha bo'lganligini so'raydigan bo'lsa, mana bu tugma orqali prechek chiqarib beriladi. Va u mana shu ko'rinishda bo'ladi. Shuningdek, kommentariya qismi orqali shu zakaz uchun ixtiyoriy biror fikr, komment yozish mumkin. Masalan, mana bunaqa. Klient qismiga esa mijoz haqidagi ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin. O'zi bundan nima uchun va qanday foydalaniladi? Ba'zi bir kafelar asosan biror korxona yoki firmaning ishchilari uchun faoliyat olib borishi ham mumkin. Bunda ishchilar bilan shunaqa kelishuv tuzilishi mumkin. Ular har safar kafedan ovqatlanib ketishganda zakaz uchun oplata qilishmaydi. Faqatgina hafta yoki oy oxirida ularning qancha miqdorda zakaz berib ovqatlanganliklari hisoblanib, shunga yarasha birato'la to'lov amalga oshiriladi. Va bu yerda shu kabi mijozlar zakaz berishganda klient qismiga kirib ularning keraklisi belgilab olinadi. Shuningdek, bu yerda ularning ma'lumotlari, ismi, telefon raqami va boshqa ma'lumotlari oldindan kiritilgan bo'ladi. Bu funksiyada shu kabi maqsadda asosan o'ziga o'zi xizmat ko'rsatadigan kafelarda foydalaniladi. Bundan tashqari mana bu tugma orqali ko'rsatilgan xizmat uchun qo'shimcha foiz miqdoridagi to'lov summasini bekor qilish va shu stoldagi zakazni boshqa stolga o'tkazish mumkin. Bu funksiyalar uchun ruxsatlar odatda ofitsiantlarga emas, kasserlarga beriladi. Shunday vaziyatda JitCafe ofitsiant dasturiga o'z PIN kodi orqali kirgan ofitsiantlar bundan foydalana olishmaydi. Biz hozir dasturga tizim administratori sifatida kirganmiz, shuning uchun ham bu funksiyadan bemalol foydalana olamiz. Mana bu yerda absolugadagi miqdor 0 ga tenglashtirildi. Endi zakazni boshqa stolga o'tkazib ko'ramiz. Masalan, 4-stol. Mana u boshqa stolga o'tkazildi. So'ngra oplata qilish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Bu yerdan qaysi usulda to'lov amalga oshiriladigan bo'lsa, u belgilab olinadi. Agar ham karta, ham naqd ko'rinishda to'lov qilinishi kerak bo'lsa, dastlabki belgilangan to'lov usulidagi summa miqdori kerakli summaga o'zgartiriladi. Hamda keyingi to'lov usuli belgilanadi. Va bunda u bo'yicha summa avtomatik ravishda hisoblanadi. So'ngra oplatit tugmasi bosiladi. Hamda to'lov cheki mana bunaqa ko'rinishda chiqadi. Shu tariqa zakazlar bilan ko'proq ishlash mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.